Samarqand tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 34-umumiy o'rta ta'lim maktabida bugungi kunda jami 414 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Ularni 43 nafari malakali, tajribali pedagog ta'lim-tarbiya bilan qamrab olgan. O'qituvchilar jamoasida 1 nafar oliy toifali, 7 nafar birinchi toifali hamda 7 nafar ikkinchi toifali pedagoglar faoliyat yuritmoqda. Maktabda o'quvchilarning bilim olishi uchun zarur bo'lgan zamonaviy moddiy texnik bazasi yaratilgan. Jumladan, ta'lim muassasasida jami 32 ta zamonaviy kompyuter jamlanmasi bilan jihozlangan 2 ta kompyuter xonasi faoliyat ko'rsatmoqda. Shuningdek, maktabda 8000 dan ortiq kitob fondiga ega bo'lgan zamonaviy kutubxona mavjud bo'lib, unda darsliklar, badiiy adabiyotlar, ilmiy ommabop kitoblar va yangi nashrlar jamlangan. Maktabda xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, 11-sinf o'quvchilari orasida 1 nafar IELTS, 5 nafar Cyber darajadagi xalqaro sertifikatga ega, shuningdek 1 nafar TOEIC sertifikati sohibi mavjudligi ta'lim sifati izchil ravishda yuksalib borayotganidan dalolat beradi. O'quvchilar 5 tashabbus doirasida o'tkazilayotgan olimpiada va tanlovlarda faol ishtirok etib, munosib natijalarga erishmoqda. Xususan, 5 tashabbus olimpiadasining 4-tashabbusi yosh kitobxon tanlovida 15-20 yosh atrofida 9-B sinf o'quvchisi Ganjina Mamatqulova, 10-14 yosh toifasida esa 6-B sinf o'quvchisi Dilnura Nigmatullayeva faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdilar. Shuningdek, shaxmat musobaqasida 11-sinf o'quvchisi Dilshod Metinqulov 3-o'rinni egalladi. Sport sohasida eng salmoqli yutuqlardan biri sifatida esa 11-B sinf o'quvchisi Jonibek Ahmadov dzyudo sport turi bo'yicha 63 kilogramm vazn toifasida respublika miqyosida 1-o'rinni qo'lga kiritgani alohida ta'kidlash joiz. Fan olimpiadalarining tuman bosqichida o'zbek tili fanidan 9-A sinf o'quvchisi Sabina Bonu Mamatqulova faxrli 1-o'rinni egallab, maktab jamoasining ilmiy salohiyatini yana bir bor namoyon etdi. 2024-2025 o'quv yilida maktabni jami 38 nafar bitiruvchilar tamomladi. Ulardan 2 nafari oliy ta'lim muassasalariga grant asosida, 7 nafari shartnoma asosida o'qishga qabul qilindi. Shuningdek, 5 nafar bitiruvchi xususiy oliy ta'lim muassasalarida, 8 nafari texnikumlarda ta'lim olishni davom ettirmoqda. Qolgan 17 nafar bitiruvchi esa o'zini band qilish orqali mehnat faoliyatini boshladi. Alohida ta'kidlash joizki, maktabda erishilayotgan barcha yutuqlar ta'lim sifati va tarbiya samaradorligining yuksalishida maktab direktori Surayyo Normatovaning tashabbuskorligi, fidoyiligi va samarali rahbarlik faoliyati katta ahamiyatga egadir. U kishining jamoani birlashtira olgan holda ish olib borishi, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etishi bugungi natijalarning mustahkam asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Samarqand tumanidagi maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 34-umumiy o'rta ta'lim maktabida jami 414 ta o'quvchi ta'lim olib, ularga 43 ta o'qituvchi ta'lim bermoqda. Ulardan 1 nafari oliy toifali, 7 ta birinchi toifali va 8 ta ikkinchi toifali o'qituvchilar ta'lim berib kelmoqda. Bundan tashqari 11-sinf o'quvchilarimizda 8 ta sertifikatlar mavjud. Bundan tashqari dzyudo bo'yicha 11-sinf o'quvchimiz Ahmadov Jonibek respublikaga 1-o'rinni egallab keldi. 5 tashabbus doirasidagi musobaqalarda maktabimizning o'quvchilari faol qatnashib kelmoqda.